Xullas qaranglar. Sizlarga mana bu ko'rinishdagi sistemalar beriladi-da, mana o'shalar. Tushundinglar? Shu ikkala shartdan bittasini beradi yana. Oldingi mavzuga o'xshab. Yechimga ega emas, bitta yechim va hokazo. Cheksiz ko'p. Xo'p. Qachon bitta yechimga ega bo'ladi desa, qachonki mana bu koeffitsiyentlarimiz, ya'ni A1 taqsim A2 teng bo'lmasa B1 taqsim B2 ga. Biz ishlatmaymiz. Qachonki bitta yechim so'rasa. Tushundinglar? Xo'p, cheksiz ko'p desa, hammasi bir-biriga teng bo'ladi. Cheksiz ko'p xuddi anonga o'xshaydi. Teng bo'lmasa ham teng bo'lishi kerak deganimi? Yo'q, teng bo'lmasin demoqchi. Teng bo'lmasin. Cheksiz ko'pda o'zi chiziqlarda cheksiz ko'p degani nima edi? A ham 0 ga teng, B ham, ya'ni hammasi 0 ga tengmi? Bunda ham xuddi shu narsa, ya'ni A1 taqsim A2 teng bo'lsin B1 taqsim B2 teng bo'lsin C1 taqsim nega? C2 ga. Tushunarli? Yechimga ega emasda. O'zi nima edi yechimga ega emasda? A 0 chiqardi, B teng emas 0 ga. Bunda ham xuddi shunaqa. Birinchisi bir-biriga teng, ikkinchisi teng emas, yozaman. A1 taqsim A2 teng bo'lsin B1 taqsim B2 teng emas. Endi bu yoqda 0 ishlatmaysizlar. C1 taqsim nega? C2 ga. Bitta yechimda B ishlatmasdik. Ha, bitta yechimda B ni ishlatmasdik, ya'ni son bo'lib turardi. To'g'rimi? Mana bu o'ng tarafda turgan har doim son keladimi? Mana bu yerda bizda o'sha narsa nimaga teng bo'lmasin? Uni to'g'ri ishlatmasdik. Tushundinglar? Ishlatmasdik. Azbek, ha, o'shanga yozmadim. Bu o'zi nima degani qaranglar. Bu aslida ikkalasi ham funksiyada. Hammanglar bilan funksiya o'tganmiz. Mana bitta eslatib ketay. Bitta yechim deyapti. Funksiya bitta nuqtada kesib qolsa, agar bitta nuqtada kesib qolsa, bitta yechim chiqadi. Misol uchun, bittasi bunda o'tgan bo'lsa, ikkinchisi aytaylik bunda o'tib ketgan. Mana bu yerda nima qilyapti ular? Bir marta kesishyaptimi? Demak, yechimi bitta degani mana o'sha narsada bu. Tushundinglarmi ma'nosini? Ya'ni bir marta kesishsa bitta yechim chiqadi. Cheksiz ko'p degani nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa chiziladi cheksiz ko'pda? Hamma tomoni oldi. Qanday? O'shani ikkita parallel qilingmi? Mana marta chizaymi? Endi chap tarafdan. Yana bir o'tdik. Yo'q. Bitta chiza olasizlar, chunki mana ikkita chiza olasizlar. Ikkita funksiya-ku. To'g'rimi? Ikki dona chizsanglar bo'ladi. Sizlar funksiya chizmaysizlar, просто ma'nosini aytib ketyapman sizlarga. Nima bo'lib qoladi? Bu endi xato. Yorxonat. Lekin juda ham yaqin keldingiz. Shunaqa chizishimiz kerak. Cheksiz javob chiqishi kerak-da, xullas. Beskонечный bo'lib qolish kerak. Qanday? Azbek? Topolmadilarmi, bo'ldimi? Chizaveraymi, bo'ldimi? Hamma yoqda tochkalar paydo bo'lib qolishi kerak. Bo'pti, qaranglar. Mana buni hal qilaylik. Minus plus hamma qatnashganda shunaqa bo'ladimi? Yo'q. Bo'p, mana buni hal qilaylik, qaranglar. Buni grafiki yechimga ega emasa, qachon yechimga ega bo'lmaydi, qachonki grafiklar bir-biri bilan ko'rishmasa, ya'ni kesishmasa. Demak, parallel deganida bu ham bunda o'tadi, ikkinchisi ham bunda o'tadi. Tushundinglar? Qachondir kesishib qolish mumkin bo'ladi. Yo'q, simga o'xshab to'g'ri ketyapti. Tushundinglar? Mana bu nima bo'ladi? Bitta o'zi qoladi. Yo'qda, ikkita-ku. Bittasini navrot yozdi. Bo'ldim, topolmadinglarmi? Ustidan yana bitta o'tib ketadi. To'ppa-to'g'ri, ustidan o'tadi. Mana, ustidan o'tadi. Qachonki ha, ustma ust tushdi degani, misol bu mana birinchisi 10 ni qabul qilsa, ikkinchisi ham 10 ni qabul qilishga majbur. 5 olsa 5 oladi, 100 olaman desa 100 oladi. Yo'q, bir xil bo'ladi. Cheksiz ko'p bo'lish uchun hammasi bir xil bo'ladi. Tushundinglar? Savollar bormi? Xullas mana shuda funksiyasi kerak emas bizga. O'chirib tashlayman. Bular kesishmaydi umuman kesishmasa yechimga ega emas bo'ladi. Haqiqatan ham to'g'ri kelyapti. Bitta joyda nuqtada, ya'ni bitta nuqtada kessa, bitta yechim chiqardi. Xo'p. Endi misollarga qaytamiz. Yaxshilab eshitib turinglar, qiyin emas. Ta'ning qanday qiymatlari teng emas, hech emas, yechimga ega emas. Yechimga ega emas deb 3-shart aytyaptim. Azbek. To'g'rimi? Shuni olaman-da, o'rniga qo'yib chiqaman. Xo'p, x'imiz oldida nima bor? 1 bor, to'g'rimi? X oldida 1 bor. Boshladik, qaranglar.
A1 taqsim A2 deyaptimi? A1 o'rnida nima turibdi mana bu x oldida? 1 taqsim A bo'lib qoladimi? Barobar. Rahmat. Mana bu y oldida nima bor? 1 bor, to'g'rimi? B1 taqsim B2, ya'ni B1 o'rnida, mana B1 o'rnida nima turibdi? A taqsim 1 bo'ladi. A taqsim 1. Azbek tushunyapsizmi? Teng emas. 1 taqsim 2. S1 taqsim S2 mana. S1 taqsim S2. Nima qilamiz? Birinchisi bilan ikkinchisini olasizlar. Ikkinchisi bilan uchinchisini tekshirib qo'yasizlar. Yozib olaman, qaranglar. Nima savoli bor? Mana shu yerda birinchi so'raylar. Просто olib, hop, qaranglar. Bizga yechimga ega emas deyapti. Uchinchisi kerak, to'g'rimi? Xo'p, A1 o'rni nima turibdi mana A1? Ya'ni men bunga qo'ymoqchiman. Yozaman. A1 o'rni nima turibdi mana? X oldida turgan narsa A1 hisoblanadi. X'imiz oldida nima turibdi? Yozilmagan, yozib qo'yaman 1. To'g'rimi? A2 ning oldida bu pastdagi x oldida nima turibdi? Yozamiz. A1 taqsim A2, ya'ni 1 bo'lingan nimaga? Teng bo'lsin, to'g'rimi? Teng bo'lsin. B1 taqsim B2 mi? B1imiz nimaga teng? Y ga oldidagi narsa. Y ga oldida nima turibdi? Mana o'sha. Taqsim B2. B2imiz nimaga teng? 1 ga. Azbek tushundingizmi? Teng emas, mana teng emas. S1 taqsim 2 ga oxiri shunda teng emas. 1 bo'lingan 2 taqsim. Mamodaga o'rtadagi A taqsim 1 Yo'q. Shart emas. Shunda uchinchisida qanaqadir yana son agar aylantirganimizda shu terib qoladimi? Aylantirganimizda terib qoladimi? Mana buni aylantirsa deyapsizmi? Buni aylantirgandan keyin bularni ham aylantirish kerak. ikkani o'zini yozib olganim sababi chunki men oxirgisi S2 edi. Ha, mana hech qanaqa son S bo'lmagancha xuddi shunaqa. S1 o'rnida 1 turibdi, S2 ning o'rnida 2A turibdi. Tushunarli? Ha? So'raylar. Mana x oldida turgan narsani olamiz, Azbek. Bo'ldi, shunda qoldim javoban. Yo, endi ishlaymiz buni. Prosta hozir men bu o'rniga qo'yishni ko'rsatyapman-da sizlarga. To'g'ri foydalanishni. Ishlash qiyin emas, prosta o'rniga qo'yishni bilib olishimiz kerak hozir. So'rang. Yo'q. B2 degani Y ga oldida turgan narsa. Y ga oldida nima turibdi, Azbek? 1. Mana o'sha 1. Ko'ringlar, yana keyingisi qaysi bir yana? Bo'ldimi, ishlaveraymi? har doim mana shu X kelaveradi yo. Ha, X Y kelaveradi. Berish mumkinmi? Har xil qarab. Ha, A, ya'ni men bu A'larni o'rnida M la kelish mumkin. Lekin X Y lar turaveradi. Ha, X Y lar turaveradi. Xo'p, boshladik. Birinchisi bilan ikkinchisini olaman, sherik qilib. 2 bilan 3 olaman. Alohida yozib olaman pastdan. 1 taqsim A teng bo'lsin A taqsim Bga 1 ga. Proporsiya nima qilardik? A ni A ga ko'paytiramiz. 1 kara 1, to'g'rimi? Ko'paytirsam nima chiqadi? Qaysi sonning kvadratlari 1 chiqardi? 1 va -1. Tushunarli? Sen tushunasizmi? Keyingisi. Alohida yoza olaman. A taqsim 1 teng bo'lmasin 1 taqsim Bga A ni 2 ga ko'paytiraman. Teng emas 1 ni 1 ga. Yo'qda. 2 A ning kvadrat hisobla. Teng emas nimaga? 1 gami? A kvadrat teng emas 1 taqsim nechiga? Kvadratni yo'qotish uchun nima deb yozardik? Plus minus ildiz ostida 1 taqsim 2. Bu bizga kerakmi? Yo'q, biz har doim qaysi birini olardik? Teng bo'lib turgan. Javob nima bo'lar ekan? A teng 1, A teng emas, ya'ni ayting minus. A kvadrat teng bo'lmasin 1 ga deylik. Keyin nimaga A kvadrat keyin 1 taqsim 2 yozamiz. 2A kvadrat bo'lgani uchun. Ha, mana bumi? A kvadrat topish uchun 1 ni 2 ga nima qilardik? Bo'lardi. B ni A ga bo'lardi. Azbek so'rang. Qayerdan boshlab? Mana bu yerdan? Xo'p, qarang, mana proporsiya Azbek. A ni A ga ko'paytiramiz. 1 ni 1 ga. A kvadrat bo'ldimi? Bu 1 bo'ldimi? Plus minus 8 chiqarmidi? Mana 1 marta 1, 1 marta minus 1. Bu yoqda alohida yozdim. Buni bunga ko'paytiraman. Mana 2 turibdi.
Mana buni yozamiz. To'g'rimi? Teng 1 ko'paygan 1mi? 2 a kvadrat teng emas 1mi? A kvadratni topish uchun 1 ni 2 ga nima qilamiz? A teng kvadrat yo'qotish uchun plus minus deb yozardik. Точноmi? Savollar bormi? Tengiz. Sharti bir xil. Yechimga ega emas dot. Xo'p. Qaranglar. A1 ni o'rnida mana bu qovus turibdi, sezyapsizlar? Mana bu x oldida turgan hammasi nima hisoblanardi? A1. Yozaman. A kvadrat minus A minus 25, to'g'rimi? Taqsim x oldidagi narsaga bo'laman. Nechiga? Mana. A1 taqsim A2. Bo'ldimi? E'tiborda. Teng y ga oldidagini olaman. Y ga oldi 2,5. Mana buni oldida 1 bormi? 1. Va teng emas. To'g'rimi? Mana bu yerda ma'mul sela qoldimi? Bo'ldi, mana ikkalasi ham chap tarafda turibdimi? Shunda o'zini olib ketasizlar. Minus 12,5 bo'lingan nimaga? Qayt. 0 kerak emas, bo'ldi. Azbek tushundingizmi? Savollar bormi? Nega? Qaranglar. Misol uchun mana minus 12,5 o'ng tarafga olib o'tsam, plus 12,5 bo'ladimi? Mana plus ham o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? Bo'lsam yana shu narsa bo'lib qoladimi? Qarang. Bitta narsada qiynalsanglar o'ng tarafga olib o'tib ishlayverasizlar. Birinchi mana bittasini olaman. To'g'rimi? Xo'p. To'g'rimi? Xo'p, ko'paytirsam, buni 1 ga ko'paytirsam o'zi bo'lib qoladimi? To'g'rimi Azizbek? 2 ni 2,5 ga ko'paytirsak 5. Tushunarli? 2 ko'paygan 2,5 oddiy ko'paytirish. 5 chap minus 25, minus 5 nechi bo'ladi? Minus 30, to'g'rimi? Nimani eslatyapti? Kvadrat teng nima-ku? Vetmi? Xo'p. Diskriminantga qo'yasizlar. Qiynalganlar diskriminantga qo'ysalar ham chiqadi. Xo'p, nechi bilan nechi bo'lishi mumkin? Xo'p, qo'shganimizda 1 ko'paydi. Xo'p. Minus 5 bilan 6 mi? Qo'shganimizda 1 ko'paydi minus 30. Tushundinglar? Qiynalganlar diskriminantga qo'yib topaveringlar. Diskriminantdan kelib chiqadi. Azbek tushundingizmi? Diskriminant. Точноmi? Davom etaveraymi? Keyingisi. Xudo xohlasa o'tasiz. Xudo xohlasa o'tirasiz ham. Sekin nima qilasiz? Xo'p, buni ham yozib olaman. 2,5 teng emas. Shart? Yo'q, xo'p, hisob kitobini qilib ketishinglar kerak-ku baribir. Men o'tgan safar aytdim, variantda ikkalasi ham kelib qolishi mumkin. To'g'rimi? Bizga ustoz faqat to'g'risi tengisini olasizlar deb o'rgatuvdilar. Tengisini olib ketib qolaversanglar, ertaga mana buni tashlab ketib qolsanglar, keyin u xato bo'ladi. Sizlardan mana bu tengsizlikka mana bu shartni berib yeching deb qo'yadi-da. O'sha payt buni olsanglar bo'ladi. Lekin shu aytadi, aning qanday qiymatida yechimga ega emas bo'lgan to'g'ri shartni ko'rsating deydi. To'g'ri variantni ko'rsating demoqchi. Variantda mana shu uchalasi berilgan bo'ladi. Bu ikkalasi, keyin mana bu. Tushundinglar? Xo'p, ko'paytiraman. 2,5 ga ko'paytirsam teng emas. 1 minus 12,5 ga minus A teng emas. O'ng tarafda turgan sonni chap tarafga A teng emas nechiga? Minus 5. Xo'p, mana qaranglar. Kerakmi ekan? Fotima, Maryam. Mana bu yetyapti. Minus 5 olmaysan deyapti. Bu minus 5 olaman deyapti. Demak, qaysi bir qolib ketar ekan? 6 ni. Ha, kerak ekan. Ha. Tushundinglar? Demak, javob nimaga teng ekan? A teng 6. Mana ikkalasi uchun umumiy javob. Tushunarli? Savollar bormi? Azbek tushundingizmi? Yaxshi.
Bitta ko'raylik, keyin yangi nomer alohida yozaman. To'qqizinchisi. 4x plus 2 minus a shart o'sha o'zgarmagan. Hali mana shart ketyapti, davom etyapti. Xo'p, a1 o'rni nima turibdi? 4, to'g'rimi? Ya'ni 4 taqsim a2 o'rni nima turibdi? a plus 5 teng bo'lsin b1 taqsim b2 mi? b1 o'rnida mana bu narsa turibdimi? 2 minus a taqsim y ga oldi minus 1, minus 1. Tushundinglar? 1 emas, minus 1. Chunki bu yerda minus bor. Teng bo'lmasin 1 taqsim nimaga? Savollar bormi? Sen tushunyapsiz? Yonaxon, Imira, qochma. Mana. Davom etavering. Xo'p. Xullas tushundilar. Men bu ikkalasini alohida olaman. Mana bu yerdan yozaylik, sig'may qolar ekan. 4 taqsim to'g'rimi? Kim buni ishlab olaylik, mayli. Xo'p. Maslahatim birinchi noma'lumlarni ko'paytiringlar. Tushundi? Mana bu a'la bor-ku noma'lum. O'shalarni birinchi ko'paytirsanglar, chap tarafda qolib ketadi-da. Mana bularga o'xshab chap tarafda qolib ketadi. O'ng tarafda qolib ketsa, keyin chapga o'tkazaman deysizlar, o'zingizlar qiynab qo'yasizlar. Xo'p, a plus 5 ko'payga nimaga? 2 minus a. 4 ga minus 1 ko'paytirsa minus 4. Qo'l sochirsak. A ni 2 ga ko'paytirsak. A ni minus a ga 5 kere 2. 5 minus a. Minus 4 chap tarafga. Tushunarli? Yozaman minus a ni kvadrati. 2 dan 5 a ni ayirsak, bunda 2 ta olma bor edi. 5 ta olmani olib tashlaymiz. Minus 3 ta qoladi. 10 ga 4 qo'shsak 14. Teng nimaga? Minus yo'qotish uchun oldidagi shu tenglamani nimaga ko'paytirardik? Eslarda. Shunda a ning kvadrati plus 3a teng nolmi? Xo'p, bundan ildiz chiqmaydi. Xullas, o'sha sizlar bilgan diskriminant bo'yicha hisoblayman. 3 kvadrati 4 ko'paygan 1 ko'paygan minus 14. Necha bo'ladi? Mana bu 56 bo'ladimi? 56 ga 9 ni qo'shsak necha? 56. 65 mi? 65. Tushunarli? Xo'p, diskriminantimiz nimaga teng bo'ldi? 65 ga. Nimani topish kerak endi? A1 bilan A2 nima? Yozaman. A1 teng bo'ladi. Xo'p, formulani minusi bo'lardi. Eslarda? Formula minusi. Minus bo'lardi. B kelardi. B nechiga teng? 3 gami? Mana 3 keladi. Plus ildiz ostida diskriminant, ya'ni 60 taqsim nechi? 2 ko'paygan a ga. A kerak emas, 1 ekan. Ikkinchisi xuddi shuni o'rtasida nima bo'lardi? Bo'ldi, qolsin. Buni ishlashga harakat qilmanglar, turaversin bu. Tushunarli? Javob shunaqa chiqyapti hozir. Ildizli. Tushunarli? Chiqmaydi, turaversin. Xo'p. Hali mana bu ham bormi? Buni bunga nima qilamiz? Sal kichikroq yozaman, maylimi? Ko'paygan 2 ta a ga teng emas. Minus 1 ga 1 ko'paytirsam minus 1, to'g'rimi? 2 ko'paygan 2 yoki 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4 ta a minus 2 ta a ning kvadrati teng emas. Minus 1 mi? Yana kvadrat bormi? Hammasini qaysi tarafga olib o'tamiz? Chap tarafga kvadrat plus 4a plus nechi? 1. Teng emas nimaga? 0 ga qo'yamiz. Minus 1 ko'paytirsa nima qolar ekan? Shunda rasmga olib turamiz, mana shuni o'chirib turaman. Maylimi? Rasmga olaylik. Mana shu rasmga olib turaylik.
Oxirigacha ishlab qo'yilishimi? Bo'ldimi? O'chiraver. Mana shundan davom ettiramiz. Xo'p. Yozaman. Nima qoldi? Minus 2 a kvadrat plus 4 a plus 1 teng emas nimaga? 0 ga. Oldi yana minus keldimi? Minus 1 ga nima qilamiz? Ko'paytirsam. A minus 1 teng emas nimaga? 0 ga. Vetga qo'ysalar 2 bo'ladi, chiqmas ekan vet deyman. Diskriminantga qo'yamiz. Nega diskriminantga qo'yaman? Javoblar bir xil chiqib qolishi mumkin deb o'ylayman-da. Balki chiqmas. Mana shu chiqmaydi yo'q. Hop, diskriminantga qo'ysak. A nimaga teng? 2 ga b-imiz minus 4, c-chi ketdi, boshladik. Minus 4 nimasi? 4 ko'paygan a ko'paygan hisoblasak 16 plus 8 bo'lib ketadimi? 2 ta minus plus bo'lib ketdi. 20 ni chiqar ekan. To'g'ri. Xo'p, 24 chiqdimi diskriminant? Buni diskriminant nechi edi? 65. Ishlab o'tirishim shartmi? Teng emas bo'ladi, baribir uni nima qilmaymiz? Olmaymiz. Bari chiqmaydi. Mana bunaqa bo'lib qoladi-ku mana. Mana yo'q, bu tushib qoladi. Bundan oldingisini o'chirib tashladimi? Xullas, aytmoqchi bo'lganim, buni javoblarga teng bo'la olmaydi. Chunki buni diskriminant nimaga teng? 24 ga. A bunikichi 65 ga. Agar buniki ham 65 chiqib qolganda, oxirigacha hisoblab ko'rardim. Tushundinglar? Oxirigacha hisoblab ko'rardim. Xuddi shu javoblar agar bunda ham chiqib qolsa, umuman yechimga ega emas, ya'ni. Xuddi shunaqa. Shunda javob mana bu bo'ladi. Ya'ni birinchi ildizi shunga teng bo'lganda, ikkinchisi shunga teng bo'lganda, tenglama nima bo'lar ekan? Yechimga ega emas. Tushunarli-a? Savollar bormi? Bo'ldi, mana javob. Aytmoqchi bo'lganim qarang mana. Hozir mana buni ishlaymiz. Diskriminant nima chiqdi? 25 24. 24. A buni diskriminant nima chiqdi? Xo'p, buni men ishlagan taqdirimda oxirgacha bunga o'xshagan javob chiqadimi? Chiqmaydi. Bu qanaqadir teng emas nimadir, to'g'rimi? Bu ham teng emas nimadir. Baribir uni nima qilmaymiz? Uni olmagandan keyin bu o'zidan o'zi javob bo'lib beraveradi bizga. Teng bo'lib turganini olardik. Mana ildizlarni ko'rib shunaqa javob chiqar ekan deb o'ylab qolmanglar. Shunaqa javob keldimi? Kitob orqasidan bitta ko'rib olinglar. O'zi ildiz